Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bilan Rohat ADM Aster YouTube kanalida ko'rishib turganimizdan mamnunmiz. Xudo xolasa sizlar bilan bugun ko'rib chiqadigan mashinamiz Tigo 7 Pro 26-yilgi обновленный versiyasi. Bu yerda bizda o'zgarishlardan Xo'p, korobkalar robot bo'ladi. Mashinamizga 5 yildan 200 ming probeggacha garantiya beriladi. Xudo xolasa. Xo'p, bunda o'zgarishlardan ichki salonlari, tashqi fasadi, xo'p, diskalarda o'zgarishlari bor. Motorimizda 143 ot kuchiga ega. Ikkita taraflama beskutchovoy dostuplari. Xo'p, ichki salonlarga kelib o'tiradigan bo'lsak, salonlarni ko'radigan bo'lsak, уже bu yerda sifrovoy tablolari, xo'p, голосовое управлениялari, bu yerda уже rus tili, ingliz tili, o'zbek tillariga ega bo'ladi. Konsollarimiz, xo'p, tablolarimiz o'zgargan, lyuk hajmlari, multirul, rullariga o'zgartirish kiritilgan, 8 dan ozgina o'zgartirishlar bo'lgan. Xo'p, orqa salonlarni ko'radigan bo'lsak, 4 tala sideniyasida isitish tizimiga ega. Mana orqalarda ham odamlar ketadigan bo'lsa, uzoq yo'lga qatnaydigan bo'lsanglar, bemalol qish kunlarida koja deb hayajonlanadigan odamlar uchun xo'p, isitish tizimlari bor. Bemalol issiq tizimlarda, issiq o'rindiqlarda ketaverasizlar. Bagaj sig'imlari ham judagina katta. Xo'p, mashinaning o'zini zapaskasiga ega. Hamma komplektida domkratlari, kulishlari bo'ladi, xudo xolasa. Xolasa propan ham qo'yib haydashlar bo'ladi. Bagaj yopganda qanaqadir suvchilar bo'lib qolishi mumkin. O'sha holatlarda bagajimiz odamni, insonni qisib qolmaydi, xudo xolasa. Ila qanaqadir nimadirlar osilib qo'ygan bo'lsa, bunaqasiga tarzda, o'sha tarzda qisib qolmaydi, xudo xolasa. Xo'p, orqa farlarga o'zgartirishlar kiritilgan. Chiroyli bo'lib 26-yilgi modelimizda. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa mashinamiz multifunksional. Xo'p, mashina o'zini 2 zona klimat kontroliga ega. Misol uchun, bu yoqdagi odam sovuqroq, bu yoqdagi odam issiqroq holayotgan bo'lsa, ikkalasiga ikki xil qilib o'zligisiga nastroy qilib qo'yishligi mumkin. Xo'p, klimat kontrolimiz и также mashinamizda CarPlay tizimlariga ega. Telefoninglarni zaryadkaga qo'yganinglarda, xudo xolasa telefoninglar zaryadga oladi. Xo'p, mashinamizning korobkasiga keladigan bo'lsak, robot korobka. Xo'p, bu bardachogimizda xudo xolasa nima deydi? Xohlasanglar isitib, xohlasanglar muzlatib ketsanglar bo'ladi. Холодильник tizimiga ham ega. Multirul и также mashinamizda и также cruise kontrollari bor, adaptivniy cruise kontrollari bor. Xo'p, mashinamizning faralari xudo xolasa adaptivniy faralar bo'ladi. O'zligisi avtoga qo'yib qo'yishadi. Bu bilan mashinani o'zi adaptatsiya qilib, mashina kelayotgan bo'lsa, dalniy, ближний qilib o'zi o'zgartirish xususiyatiga ega. Sizlar и также mashinamizni naqd pul, trading, avtokredit, рассрочкаga xarid qilishingiz mumkin. Xo'p, avtokreditimizni ishlash tarzi 15% bilan, рассрочкамizning ishlash tarzi 30% bilan, и также bizda test drive'imiz bor, trading xizmatlarimiz ham bor. Trading xizmatimiz mashinangizni olib kelasiz, mashinangizni baholab olib qolamiz. Yetadi, yetsa mashinaga pulni to'laysizlar boshlangiz summasini, yetmasa и также дополнительный pulni berasizlar, mashina sizlarniki bo'ladi, xudo xolasa. Bizning manzilimiz Rohat kurugidan kelaverishda chap qo'lingizda, Yangiobod bozor ro'parasida qo'yliqdan kelaverishingizda rohatga yetmasdan o'ng qo'lingizda bo'ladi.